Tez va oson tort pishirishni xohlaysizmi? Unda bu retsept aynan siz uchun. 2 ta tuxumni chaqib olib, 1 stakan shakar qo'shib, yaxshilab aralashtiramiz. Xona haroratida erigan 100 gram margarin qo'shamiz. 1 choy qoshiq soda qo'shamiz va 2 stakan un. Xamirimizni 5 bo'lakka bo'lib olib va xolodilnikka yarim soatga olib qo'yamiz. Xamirimiz qo'lga, stolga yopishmasligi uchun paket yordamida yoyib olaman. Shoshmasdan xamirimizni patmosga chiroyli qilib qo'yib olib, qizib turgan duxovkada 200-190 gradusda 10-15 minutda pishirib olamiz. Tayyor bo'lgan korjiklarimizni chetlarini kesib olamiz. Bu bizga oxirida bezash uchun kerak bo'ladi. Beshta korjigimiz tayyor. Endi krem tayyorlaymiz. Bizga 700-800 ml qatuv kerak bo'ladi va 1 stakan shakar. Yaxshilab aralashtirib olamiz va kremimiz tayyor. Tayyor bo'lgan korjiklarimizni videoda ko'rsatilgandek tortimizni yasab olamiz. Va oxirida shunaqa tortimizni chiroyli qilib bezab olamiz. Tortimiz tayyor. Tort 6-7 soat turishi kerak.